Madina shahrida joylashgan, xalqaro talabalarni olib kelib o'qitadigan Madina Islom universitetida bilim olib, u yerdan yetishib chiqqan ko'plab talabalar bugun dunyoning turli burchaklarida o'z sohasining yetakchilariga aylangan. Bu albatta Saudiya Arabistonining islom olamiga qo'shayotgan hissasining mevasidir. Keling bugun bu nufuzli dargohni bitirib, dunyo miqyosida katta yutuqlarga erishgan ba'zi talabalar bilan yaqindan tanishamiz. Diniy ta'lim va da'vat yo'nalishida Afrika ulamolar ittifoqi raisi hamda Afrikadagi barcha ulamolarni to'plab birlashtirgan din va da'vat yo'nalishida taniqli mashhur ulamo Dr. Said Burxon Abdulloh. Odamlarga foyda keltirish va xalq xizmatida yutuqlarga erishgan Filippindagi Bangsamoro parlamenti raisi Dr. Muhammad Yaqub Shuayb. Ilmni amaliyotga ko'chirib, davlat boshqaruvida baland cho'qqilarga erishgan yana bir inson Surinam Respublikasi Yer va o'rmon xo'jaligi vaziri Dr. Stanley Lugia Surobavero. Yangi g'oyalar yaratish hamda harbiy sohada nom qozongan Buyuk Britaniya Qirollik harbiy havo kuchlari ofitseri Dr. Alijan Umar. Siyosat va diplomatiyada o'z o'rnini egallagan talaba Uganda prezidentining maxsus elchisi Sefir Dr. Rashid Yahyo Simudu. Bizning vaqtimizda mamlakatda bitta ham oliygoh yo'q edi. Bor yo'g'i 2 yillik diplom beradigan kichik kollejlar bor edi xolos. Men yangi universitet ochish fikrini muftiyimizga aytganimda, u kishi juda quvondilar va buni darhol prezidentga olib kirdilar. Prezident ham g'oyani qo'llab-quvvatlab, darhol moliya ajratdi. Shu tariqa o'sha kichik dargoh bugungi kunda mana shunday yirik universitetga aylandi. أسس حكومة إقليمية 2019-yilda hududimizda yangi hukumat tuzilganida meni birinchi bo'lib qishloq xo'jaligi va yer islohotlari vaziri qilib tayinlashdi. Keyinchalik esa xalqning ishonchi va Allohning inoyati bilan parlament spikeri bo'ldim. مستشارا للوزير الداخلي كانت هناك Men ichki ishlar vazirligida maslahatchi bo'lib ishlab yurgan edim. 2025-yilgi saylovlar arafasida rahbariyat yer siyosati bo'yicha alohida vazirlik ochishimiz kerak va bu yerga tajribali kadr zarur degan qarorga keldi. Nomzodim ma'qul kelib, shu vazirlikka rahbar etib tayinlandim. أول ما جئت إلى بريطانيا Buyuk Britaniyaga ilk kelgan paytlarimda turli shaharlarda dars berish, ma'ruza o'qishdan boshlaganman. Keyinchalik esa butun dunyodagi yordamga muhtoj talabalar va yetimlar uchun maxsus xayriya markazi ochish fikri keldi. Bugungi kunda bu loyihamiz butun dunyo bo'ylab o'z mevasini beryapti. Bizning asosiy maqsadimiz nima desangiz, yoshlar qayerda yashashdan qat'iy nazar o'z vatanida turib, o'qib rivojlanishi va mustaqil hayotni qura olishi uchun ularga qanot bo'lishlikdir. برنامجا لتدريب Ugandaning barcha viloyatlari bo'ylab bo'lajak yetakchilarni tayyorlash dasturini yo'lga qo'ydim. 10 kunlik kursimizning yopilish marosimiga prezidentning shaxsan o'zi keldi. O'shanda men hali oddiy talaba edim. Shunga qaramay, u meni Fors ko'rfazi va Yaqin Sharq davlatlari bo'yicha maxsus maslahatchi qilib tayinladi. Universitetni bitirganimga atigi 4 yil bo'lganida esa meni Saudiya Arabistoniga elchi va Islom hamkorlik tashkilotiga doimiy vakil qilib tayinlashdi. كل الطلاب في الجامعة Talabalarga aytardimki, Madinada olgan bilim va tajribangizni shunchaki qoldirmang, uni hayotga tatbiq qiling. Odamlarga to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi yetakchi bo'lishdan qo'rqmang, chunki jamiyat doim shunga muhtoj. أدعوهم أن لا ينسوا Universitet bizga zo'r poydevor bergan. Aynan shu yerda biz dunyo oldidagi mas'uliyatimiz naqadar kattaligini anglaganmiz. Bugun esa ana shu poydevorning mevasini ko'ryapmiz. أنت يا خريج الجامعة عندك العالم قدامك
Universitetni bitirgach, oldingizda butun dunyo namoyon bo'ladi. Biz o'qib yurgan paytlarimiz ustozlarimiz bu o'qiyotgan narsaning senga hali hayotda juda kerak bo'ladi deysa unchalik tushunmasdik. Lekin ishlashni boshlagach ustozlarning gapida qanchalik jon borligini ko'rdik. Shuning uchun hozirgi talabalarga ham, bitiruvchilarga ham maslahatim, doim universitetdagi ustozlar bilan aloqani uzmang, ulardan maslahat olib turing. Men doim jamiyatga qanday foydam tegadi deb o'ylayman. Universitet ham bizga shuni uqtirgan. Musulmon kishi nafaqat diniy ishlarda, balki dunyoviy bilimlarda ham peshqadam bo'lishi kerak. Hakikatan Saudiya ara Menimcha Saudiya Arabistoni dunyoga mehr va tinchlik tarqatishda islom olamining chinakam yetakchisidir. Mashhur shoir Mutanabbiyning zo'r gaplari bor. Mening so'zlarimni karlar ham eshitdi, yozganlarimni ko'rlar ham ko'rdi. Bugun Saudiyaning qilayotgan yaxshiliklari ham xuddi shunday. Buni butun dunyo ko'ryapti va eshityapti. Hayotda o'z o'rnini topgan mana shunday insonlarni ko'rib, Madina Islom universiteti bitiruvchisi nimalarga qodir ekaniga yana bir bor amin bo'lamiz va bu doston hali tugagani yo'q. Keyingi avlodlar ham chinakam ilm bilan bu nufuzli dargohning nomini dunyoga yoyishda davom etadilar.